Bu Haval M6 modeli 279 millionlik varianti. Hop, ushbu modelimiz Haval M6 ning ikkinchi pozitsiyasi 259 millionlik varianti. Hop, avtomat korobkada bo'ladi. Hop, bunisi Corsair bo'ladi. 249 millionlik variantimiz Haval M6 ning birinchi pozitsiyasi. Hop, uchta pozitsiyadagi modellarimizga ham imtiyozlarimiz bir xil bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli Nasar kanalini kuzatuvchilar va aziz obunachilar. Mana bugun biz navbatdagi obzorimizni Haval avtosaloniga kelganmiz. Demak, Haval M6 modellari bilan Doniyor akam o'zlari tanishtirib boradilar. Assalomu alaykum. Bir qator modellar bilan tanishtirib borsangiz, demak. Okajon, bu Haval M6 modeli 279 millionlik varianti. Hop, ushbu modelimiz Haval M6 ning ikkinchi pozitsiyasi 259 millionlik varianti. Hop, avtomat korobkada bo'ladi. Hop, bunisi Corsair bo'ladi. 249 millionlik variantimiz Haval M6 ning birinchi pozitsiyasi. Hop, uchta pozitsiyadagi modellarimizga ham imtiyozlarimiz bir xil bo'ladi. Shu boshlang'ich 50%, 60%, 70% to'lovlar bilan hop 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan muddatda foizsiz o'zlarining nomiga sirasi rasmiylashtirishlari mumkin. Hop, ushbu modelimizni uchtasidan asosiy farqi nimada deb so'ragan savollar bo'ladi. Shuning uchun mexanika variantini birinchi tushuntiraman. Shu mexanika variantimiz korobkasi mexanika tashkil topgan bo'lib, oldi ikkita sideniyada abagrev, ya'ni isitish sistemalari bor. Avtomobilimizda klimat kontrol, avtohold sistemasi va qo'shimcha orqa sideniyalarimizning kengligini ham ko'rishingiz mumkin. Ya'ni orqada detskiy rejimimiz ham bor, Isofix rejimi. Bolali oilalarga ham juda ham mos keladi. Ushbu avtomobilimizni ballonlari ham o'zi yumshoq alyuminiy quyma diskali ballonlardan tashkil topgan bo'lib, buni ham almashtirish shart bo'lmaydi. Buni eng zo'r tomoni bagajda bo'ladi. Bagaji deyarli 808 litr bo'ladi. Juliandan milza bo'ladi. 2,5 barobar katta bagaj. Bunga ham bemalol propallan o'rnatsak bo'ladi. 70 talik eng katta tabletgacha o'tga tushadi. Buni eng zo'r tomonini aytsam, podveskasini ham bitta muxlislarimizga ko'rsatib qo'yasiz orqadan. Nezavisimini nagrichakni podveskada alohida ishlaydi. O'shani hisobiga yumshoq yura oladi ular. Ya'ni orqada o'zingiz bilasiz, ko'proq oilamizni yaqin a'zolari, onalarimiz, ayollarimiz o'tirishadi, o'shaning uchun yumshoq harakatlanishadi. Avtomobilimiz 55 talik bakdan tashkil topgan bo'ladi. 100 kilometrga shahar ichida 7-6 litr, dalniyda 2,5-3 litrgacha rasxod qiladi. Okajon, bu avtomobilimiz ikkinchi pozitsiyamiz 259 millionlik varianti. Bemalol buni ham ko'rsatishingiz mumkin. Bu ya'ni avtomat variant, avtohold sistemasi, klimat kontrol, sport, eko, standart, ya'ni 3 ta rejimda mashinamiz harakatlanadi. Avtomobilimizni ichki dizaynlarini sizga bir qator tushuntirib o'tadigan bo'lsam, xohlasanglar bu mashinani harakatlanayotgan mijozimiz xohlasanglar avtomat ko'rinishda, xohlasanglar mexanikaga o'tkazib, bu lipistoklar orqali mexanический qilib mashinani boshqarsalar ham bo'ladi. Xuddi boyagi M6 da aytganimdek, motor, miya, korobka, elektronika sistemalari germanskiy bir xil bo'lgani uchun rasxodi ham deyarli bir xil bo'ladi. Ya'ni 100 kilometrga o'rtacha 6-7 ta, daniyada 2,5-3 litrgacha rasxod qiladi. Avtomobilimizda avtohold sistemasi ham bor. Bu aynan mijozlarimizni shahar ichida harakatlanayotganda ularga yordam berish uchun har svetoforlarga to'xtagan paytlarida tormozni ezib turishlari shart bo'lmaydi. Mashina o'zini o'zi to'xtatib turadi. Avtomobilimiz to'liq xavfsizlik sistemasi bilan jihozlangan. Avtomobilimizda 6 ta airbag bo'lib, airbag nafaqat insonlarning o'zini xavfsizligini, ya'ni yondagi oynalarni ham to'liq yopib beradi. Nimadir holat bo'lib, oynak singan taqdirda salonning ichiga kirmasligini oldini oladi.
Hop, akajon, bu avtomobilimiz Haval M6 ni eng full komplektatsiyasi, ya'ni 279 millionli variant. Bu avtomobilimizda bezkulchoy dostуп bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, ikkinchi pozitsiyamiz bilan buni asosiy farqi, bunda lyuk bo'ladi, unda lyuk bo'lmaydi. Bunda tumanlik faralarimiz bo'ladi. Ikkinchi pozitsiya hamda birinchi pozitsiyamizda bo'lmaydi. Hop, bu avtomobilimizda qo'shimcha cruise control rejimi ham bor. Ya'ni ushbu avtomobilimizda uzoq safarga chiqqaningizda bir xil tezlikka qo'yib cruise controldan foydalansangiz, o'zini o'zi shu tezlikda bir xilda olib ketaveradi. O'shani hisobiga rasxodingiz kamayishi mumkin. Rullarimizni ham 4 xil rejimda o'zingizga moslashtirsangiz bo'ladi. Ya'ni ichkariga kiradi, tashqiga chiqadi, ko'tariladi, pasayadi. Hop, avtomobilimizda 3 ta rejim bor: sport, eko, standart. Ya'ni rejimlarni o'zgartirganingizga qarab rasxodingiz ham o'zgarishi mumkin. Klimat kontrol undan tashqari. Yana qo'shimcha ravishda aytib qo'yay, 3 ta mashinamizga ham CarPlay orqali displeydan YouTube'larni, GPS'larni, Telegram, Instagram'larni bemalol foydalansangiz bo'ladi. Ushbu avtomobillarimiz barchasiga 5 yilga yoki 150 ming kilometrga garantiya beramiz. Kuzov qismi otsenkovniy metalldan foydalanilgani uchun juda ham mustahkam hamda zanglamaydi, chirimaydi. Zavod bunga даже 12 yilga garantiya beradi, okajon. O'shani hisobiga avtomobillarni bemalol kelib, ko'rib, mana tashqarida test drive'larimizni qo'yib qo'yganmiz. Bemalol o'zlariga yoqtirgan modelni haydab ko'rsalar bo'ladi va shu orqali biz ularga eng qulay bo'lgan tariflarda hisob-kitob qilib beramiz. Bir kunda o'zida mashinani nomlariga rasmiylashtirib chiqib ketishlari mumkin bo'ladi. Mana hurmatli kuzatuvchilar, demak ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Demak Doniyor aka o'zlari sizlarga qolgan obzorlarni ham tanishtirib o'tadilar. Doniyor aka, obzor uchun rahmat. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.